Men 30 kunlik onaman va bu meni har kuni ishlatadigan gadjetlarim. Birinchisi molokotsos. Sutim yaxshi kelgan sababidan biri shu molokotsos bo'ladi. Maksimal darajaga qo'yib, bittada yaxshi chiqarib bergan, shundan keyin sut yaxshi kelib ketgan. Har kuni 6-7 mahal ishlataman. Butilkada ovqat berayotganimni ko'rayotgan bo'lsanglar, bu o'zimning sutim, smes emas. Bu shunaqa sterilizator. Uni ham kuniga bir 3-4 marta ishlataman. Butilочка, molokotsos, soska hammasini ichida sterilizovat qilaman. Хранение degan funksiyasi ham bor, juda удобный. Burun tozalash uchun aspirator. Bunisi oddiy, mexanicheskiy, bunisi esa elektricheskiy. Ikkalasi ham effekti yaxshi. Bunisi juda ham arzon, bunisi, конечно, qimmatroq. No, bunda siz trubochkasini og'zingizga tiqib, tortasiz havoni. Безопасно deb hisoblayman. Chunki agar nobodda farzandingiz kasal bo'lsa, воздушный капельный putем juda ham oson sizga ham o'tadi. Bunisi elektricheskiy bo'lgani uchun hammasi o'zida qoladi. Жидкость yuborsangiz bo'ladi, ya'ni burniga qanaqadir sprey qilib yumshatmoqchi bo'lsangiz bo'tdan bo'ladi. Keyin bu tarafiga silikon nasadka tanlaysiz. Chuqurroq kiradigani bor va sayozroq kiradigani bor. O'shani qo'yib, keyin tortib olasiz. Tirnoqlarni olishga специальный kichkina qaychicha va ko'sachka. Bu elektrichеская pilka. Elektrichеская pilka hali sal vaqtliroq qoldi, chunki tirnoqlari yumshoq hali. Shunga men ko'proq qaychini ishlataman. Salfetka isitadigan apparat. Keyin bolani badaniga muzdek salfetka tegayotganida juda ham qattiq baqiraveradi. Bu esa issiq bo'ladi, ya'ni iligan holda bo'ladi. Shunga juda удобный. Gradusnik, buni ham har kuni ishlataman. Bu yerda bir nechta rejimi bor. Mana uy haroratini o'lchaydi. Kattalarning harorati va yosh bolani. Qulog'i orqasiga qo'ysa, eng to'g'ri rezultatni ko'rsatadi. Sut isitadigan apparat. Butilочкасida silikonli paketikda bo'lgan sutni tezroq isitib beradi va to'g'ri gradusda isitib beradi. Rejimlari bor va sutni kolичествosiga, ya'ni miqdoriga qarab rejimini tanlasa bo'ladi. 24 soatlik храненияsi ham bor. 24 soat bitta gradusni ushlab turadi. Siz ochilgan paytda любой payt olib bersa ham bo'ladi. Video nyanya, buni o'zini displeyi bor. Telefonga ulab qo'ysa ham bo'ladi. Bolangiz nima qilayotganini ko'rib turasiz. Mikrofoni ham bor, gapirsa ham bo'ladi bunga. Datchik ovozga qilib qo'ysa bo'ladi, ya'ni bola yig'laganda signal beradi. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar yana savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiringlar.